Şahınlardan söyle, şahınlardan söyle. Ha kelindi qurti bor ekanda. Voy uzr oyijon, 10 yil raqsga borganman, qo'shiq eshitsam o'ynab ketiraman, eshitmasam tura olmayman. Bir sinab ko'raylikchi buni. Oyijon choy. Ali oyijon, uzr. Obkiring mehmonlarga. Xush kelibsizlar. Alo. Ha, likillamay o'ylab bor yo'q. Oyijon, stolimiz oddiyroq bo'lib qolganki, ovqatga ham masalliq kerak. Как раз korzinkaga boraylik-da, yuring. Hozir korzinkada keshbek kunlari bo'lib o'tyapti. Endi dushanba, seshanba, chorshanba kunlari korzinka plus kartasi bilan katta keshbek olsangiz bo'ladi, kelin. Keshbek ma'lum bir turdagi hamma mahsulotlarga beriladi. Har kuni mahsulot turi ham, keshbekda miqdori ham o'zgarib boradi. Aytgancha, yig'ilgan keshbeklarni 30 kun ichida keyingi xaridlar uchun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu katta keshbek kunlari korzinka mahallada ham amal qilarmikin? Aha, korzinka go orqali uyga buyurtma bersangiz ham bo'laveradi. Menda korzinka plus kartasi yo'q, endi nima qilsam bo'ladi? Unda kartani Telegram botga kirib, bitta tugmani bosish bilan olsangiz bo'ladi. Zo'r bozorlik qildik. Nimasini aytasiz, kelin? Cher emas bu, qiziqishga bu. Buni qimil. Ha, kelin o'ynang, bozorlik qilamiz, keshbek olamiz, o'ynang, kelin o'ynang.